بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qalbida iymon atalmish gavhari bor mo'min musulmonlik sharafi bor yaxshilar, barchalarning qadamiylarga hasanot, xonadoniylarga Alloh barakot bersin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1446-yil Rabiul Avval oyining 3-kunlari, ya'ni xalqimizning tilida bu oyni biz Mavlud oyi ham deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavallud bo'lgan ulug' bir oyga keldik. Alloh bu kunlarimizni xayrli qilsin. Dar haqiqat shunga muvofiq suhbatimiz ham olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirat, surat, sariratlari, pokiza hayotlari bilan inshaalloh tanishamiz. Allohga hamdlar bo'lsinki, mo'min odam qalbi zavqqa to'ladigan saodatli lahzalarga ham yetib keldi. Ya'ni bu oy Mavludi oyi. Bu oyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida suhbatlar bo'ladi. Mavlidi shariflar o'qiladi. Muhammad alayhissalomga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'ladigan, u kishini yana ham yaqinroq taniydigan ulug' bir fursatga yetib keldik. Azizlar, bu oyda sevimli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tug'ilganlar. Insu jinsga qiyomatgacha payg'ambar etib yuborilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tarixlari, turmush tarzlari yana ham kengroq o'rganiladigan, shunga bir rag'batimiz bo'ladigan fursatda turibmiz. Chunki payg'ambarimiz alayhissalomni biz ko'proq o'rganishligimiz, u kishini qanchalar ko'proq tanisak, shunchalar qalbimizda muhabbat paydo bo'ladi. Endi so'rarsiz, nega bunchalar sahobalar Rasulullohni yaxshi ko'rishgan? Chunki ular o'z ko'zlari bilan Rasulullohni ko'rganlar, suhbatlarida bo'lganlar va o'z-o'zidan ular Rasulullohni yaxshi ko'rib qolishgan. Biz eshitib o'rgansak, ular o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Shuning uchun Hazrati Navoiy aytadilar: soching qorong'u tun, ey sarvqaddi shirin lab, yuzing tun o'rtasida jilva aylagan kavkab. Muhammad alayhissalomning sochlari qop-qora tundek bo'lgan, yelkalariga tushib turgan. Soching qorong'u tun, ey sarvqaddi shirin lab, qaddi qomatlari kelishgan. Shirin lab Navoiyning tilida shirin suxan inson. Yuzing tun o'rtasida, ya'ni sochingizni o'rtasida yuzingiz jilva aylagan kavkab. Kavkab bu oy. Oyga o'xshab nur balqib turibdi. Qop-qora ikki sochingizni o'rtasida yuzingizdan nur balqib turibdi. Soching qorong'u tun, ey sarvqaddi shirin lab, yuzing tun o'rtasida jilva aylagan kavkab. Muhammad alayhissalomni ko'rgan ashob yaxshi ko'rib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada tavallud bo'ldilar. 571-yil 20-aprelda otalari Abdulloh, onalari Omina xonim, Makkaning raisining xonadoni Abdullohning otasi Abdul Muttolib Makka raisi bo'lgan. Muhammad alayhissalomni ota taraf, ona taraflari ham o'z davrining eng pokiza zotlaridan bo'lgan. Innalloha astafani, Alloh meni pokiza nasldan tanlab oldi deydilar. Rasulullohni ota taraflari 25 avlod bilan borib Ismoil alayhissalomga yetadi. Payg'ambar avlod. Ona taraflari ham. Sirat ulamolari aytadiki, Rasulullohning onalari Omina onamizdan toki birinchi ona Havo onamizga qadar taqriban 500 ta onalar silsilasi o'tgan deyshadi. Va mana shuncha onalar hammasi
o'z davrining eng pokiza ayollari bo'lishgan. Muhammad alayhissalom zamonlarida tug'ilgan vaqtda butparastlik avjiga chiqqan, mayxo'rlik keng tarqagan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ona taraf, ota taraf, ajdodlar silsilasidagi kishilar bunday jaholat ishlariga yaqin bormagan, butga ibodat qilmagan, bunday yomon ishlarning yaqiniga bormagan. Masalan, otalari Abdulloh may ichmagan, butga ibodat qilmagan. Bobolari Abdul Muttalib may ichmagan, butga ibodat qilmaganlar. Undan yuqoridagilar ham. Yana Hazrati Navoiy aytadilar: o'zi pok, ashob ila avlodi pok, zoti pok, azvoj ila ahfodi pok. Muhammad alayhissalomning zoti, nasl nasabi, avlodi ajdodi pok deb bu zot yana ta'rif etadilar. Mana shunday pokiza xonadonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavallud bo'ldilar. Favolidan nabiyyu sollallohu alayhi vasallam maxtunan va maqtu'as surra. Payg'ambarimiz alayhissalom xatna qilingan va kindiklari kesilgan holda tug'ildi. Xatna qilingan holda bolalar tug'iladi. Sunnatulloh, qudratulloh deb qo'yamiz. Tug'ilganda shunday tug'iladi. Lekin kindigi kesilgan holatda Muhammad alayhissalom tug'ilganlar. Rasululloh tug'ilganlarida otalari dunyodan o'tib bo'lgan. Onalarini bo'ylarida 2 oylik bo'lganda otalari Abdulloh dunyodan o'tgan edi. Abdul Muttalibning xonadonida tavallud bo'ldilar. Tug'ilgan go'dakni olib Abdul Muttalib bobolariga qarab chopishdi. Abdul Muttalib shu chog'da tinmasdan Ka'batullohni tavof qilayotgan edi. Yurgaklangan bolani oldi, yuzini ochdi. Abdul Muttalibning ko'zi bir chehraga tushdiki, bexosdan aytdi: Allohga qasamki, hech bir ona bunchalar chiroyli bola tug'a olmaydi dedi. Ha azizlar, Muhammad alayhissalom ko'rinishlari go'zal, suratlari go'zal, axloqi go'zal, inson ko'rganda yaxshi ko'rib qoladigan qiyofa egasi bo'lgan holatda tug'ildilar. Va mana shu tug'ilgan go'dakka Muhammad deb ism qo'ydilar. Chunki Muhammad tug'ilishidan oldin kimdir bobosi Abdul Muttalib, onasi Omina xonimning tushida Sammihi Muhammad deya kimdir takror aytar edi. Tug'ilajak go'dakka Muhammad deb ism qo'ygin deb. Va arablarda shu vaqtgacha shoyi bo'lmagan, urf bo'lmagan Muhammad ismini bobolari Abdul Muttalib qo'ydilar. Bir rivoyatda 3 kunligida, yana bir rivoyatda 7 kunligida Bani Sa'd qabilasidan bir guruh ayollar keldi. Bani Sa'd qabilasi Makkaning janubiy tarafida Toifning yo'nalishida Bani Sa'd qabilasi bo'lgan. O'sha qabilaning ayollari Makkaga kelishdi. Makkada shunday bir odat bor edi, tug'ilgan go'daklarni ular sahrodagi emizikli ayollarga berib yuborishardi. Ma'lum bir haq evaziga. Bularda shunaqa bir e'tiqod bor edi, shaharda tarbiya topgan bolani zaif bo'ladi, nimjon bo'ladi. Sahrolarda yurgan bola harakatchan, baquvvat, quvvatli bo'ladi deb sahrodagi emizikli ayollarga ma'lum bir haq evaziga berib yuborishardi. O'sha qabilaning ayollari kelishdi. Halima xonim ismli ayolning nasibasi ekan. Muhammad alayhissalomning xonadonlariga kelib, go'dakni qo'liga oldi. Ko'kragini berdi. Go'dak Muhammad og'zini ochmadi. Ikkinchi ko'kragini berdi. Go'dak Muhammad Halima xonimning ikkinchi ko'kragini so'ra boshladi. Halima xonim ilk bor chap ko'kragini bergan edi. Unga og'zini ochmadi. Ikkinchi bor bergani o'ng ko'krak edi. Muhammad go'dak Halima xonimning ko'kragini so'ra boshladi. Mana shu Halima xonim Rasulullohni olib ketdi uyiga. 2 yil to'liq emdirgan, yana 2 yil tarbiya qilgan, 4 yil tarbiya qilgan ona. Mana shu 2 yil to'liq ko'krak bergan ona aytadiki, Halima xonim Muhammadni sinash uchun
qorong'u tun kechasida chap ko'kragimni bersam, Muhammad biror marta chap ko'kragimni so'rmadi. Ha, u chap ko'krak Halima xonimning o'zini o'g'li bor edi. Muhammad go'dakdan 2 oy muqaddam tug'ilgan Abdulloh ismli o'g'li bor edi. Halima xonim tushunib yetdiki, demak chap ko'kragim o'g'lim Abdullohning nasibasi, o'ng ko'kragim Muhammadning nasibasi. 2 yil emish jarayonida sinash maqsadida ham, qorong'u tun kechasida sinash maqsadida Muhammadga chap ko'kragimni bersam, biror marta Muhammad chap ko'kragimga og'zini ham ochmadi. Ha azizlar, Muhammad go'dakligidan sherigiga xiyonat qilmadi. Birovning haqqini yemadi. U go'dakligidan mana shunday mo'jizakor bo'lib tarbiya topdi. Halima xonimning o'zini o'g'li Abdulloh shunchalar injiq bola ediki, kechasi bilan injiqlik qilib onasiga uyqu bermaydigan darajada injiq bola edi. Lekin Muhammad borgan kundan boshlab o'zidan Abdulloh kechasi bilan tinchlanib uxlaydigan bo'lib qoldi. Ha, Abdulloh kechasi bilan injiqlik qilib Muhammadning uyqusiga ozor bermasin uchun Allohning farishtalari Abdullohni ovuntirishardi, tinchlantirishardi. Muhammadning sharafidan Halima xonim ham kechasi to'yib uxlaydigan bo'ldi. Muhammad Halima xonimning xonadoniga nur bo'ldi, barakot bo'ldi. Halima xonim aytadilarki, qurg'oqchilik yillari kelardi. Muhammad borgan yili ham qurg'oqchilik bo'ldi. Odamlar qiynaldi. Hattoki tuya echkilarimizning yelinlari sutsiz kelardi. Lekin Halima xonimning echkilari yelini to'la sut bilan kelardi. Odamlar hayron qolardi. Odamlar farzandlariga aytishardi, sizlar ham Halimaning bolalari boqadigan joyda qo'ylarni boqinglar, echkilar. Aslida bu Muhammadning barakoti edi. Halima xonim 4 yil tarbiya qilgan Halima xonim o'z farzandlarini to'shagini yig'ishga kirganda kaftini burniga bosib chiqardi. Muhammadning to'shagiga borganda mast bo'lib qolardi. Muhammadning hidiga, chunki yotgan egnida to'shagida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hidlari o'rnashib qolardi. Ko'chada o'ynab kelgan bolalar uylariga qaytsalar, onalari sarxush bo'lib qolardi. Sen bugun Muhammad bilan o'ynabsan. Muhammadga yaqin borgan bolaning egniga Muhammadning hidi o'rnashib qolardi. Abdulhamid Kishk aytadilar: Muhammadun bashar va laysa kal bashar. Muhammadun yaqutatun wan nasu kal hajar. Muhammad odam, lekin odamlarga o'xshamagan odam. Odamlar siz va bizni bir tosh desak, Muhammad yoqut tosh. Yoqutga qarasangiz tosh dermaydisiz. Toshga o'xshamaydi, lekin tegi tosh baribir. Muhammad mana shunday inson. Mana shu ona aytadilar. Allohga qasam deydilar. 4 yil Muhammadni tarbiya qildim. Biror marta Muhammad egnini ham, to'shagini ham nopok qilmagan. 3 kunlik go'dakni tarbiya qilgan ona, 4 yil tarbiya qilgan ona. O tabiiy-ku kechasi bilan bola to'shagini yomon qilib qo'yishlik. Ona keyin bechora uni tozalaydi. Biror marta Muhammad to'shagini ham, egnini ham nopok qilmagan. Faqat ko'tarib olib chiqqanda o'sha ish bo'lgan, lekin yotganda, o'ynaganda Muhammad bunday ishni qilmagan. Muhammad mana shunday pok bo'ldi. Muhammad alayhissalomni egnilariga pashsha chivin qo'nmagan azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishlarida ko'zlarini qirini sarxati bo'lmagan. Bizni ko'zimiz qancha masofani ko'radi? Rasulullohni ko'rishlarida ko'zlarini qirini sarxati bo'lmagan. Oyning yuzasini, sathini Oysha onamizga aytib berganlar. Sarvari koinotni ko'rishlarida kecha kunduzni farqi bo'lmagan. Biz kechasi yaxshi ko'ra olmaymiz. Rasulullohda buni farqi bo'lmagan. Qorong'u kechada bir kuni Oysha onamiz
qo'llaridagi ninani tushirib yuborib shuni izlab turgan chog'larida Rasululloh kelib qoldilar. Nima qilyapsiz deb so'rasalar, ninani topolmayotganlarini aytdilar. Rasululloh bir engashib yerdan ninani olib onamizni qo'llariga tutqazdilar. Kecha kunduzni farqi bo'lmagan. Sarvar koinot mana shunday tarbiya topdilar. 6 yoshga borganlarida onalari Omina xonim vafot etdi. 6 yoshlik go'dak. Uyingizda shu farzand bo'lsa, tasavvur qiling. Shu go'dakka nima kerak? Ota kerak, ona kerak. Bobolari Abdul Muttalibni qaromovda bo'ldi. Abdul Muttalib Makkaning raisi qayerga borsa, Muhammadni yoniga olib yurardi. 8 yoshga to'lganda bobolari ham dunyodan o'tdi. Amakilari Abu Talib Muhammad alayhissalomni tarbiyasiga oldi, bag'riga oldi. O'zini farzandlarini qatorida katta qildi. Shu ikki inson, Abu Talib va uning ayoli Fatima xonim Rasulullohni katta qilishgan. Abu Talib ayoli Fatima xonimga aytdi bir kuni: "Ey Fatima, senga bir gap gapirsam, o'zimni farzandlarimni ko'rmasam esimga kelmaydi. Muhammadni bir soat ko'rmasam tanim titraydigan bo'lib qoldi" dedi. Alloh shunaqa mehr berib qo'ydi. Fatima xonim aytdiki, "Menda ham bir gap bor" dedi. "Gohida o'ylab qolaman, Muhammadni tuqqan o'z onasi Omina ham menchalik Muhammadni yaxshi ko'rganmikan" dedi. Alloh bu eri xotinga shunaqa mehrni berdi. Shular Rasulullohni katta qildi. Uylantirishdi. Muhammad alayhissalomni 4 yil payg'ambarliklariga guvoh bo'ldi Abu Talib, lekin iymonga kelmadi. Lekin ayoli Fatima xonim iymonga keldi, Rasulullohga iymon keltirdi. Sarvari koinot shu onalari Fatima xonim Abu Talibning ayoli og'irlashib qolganda huzurlariga bordilar. Aytdilarki: "Ya ummi, anti ummi ba'da ummi." Onajon, siz meni onamdan keyin ikkinchi onamsiz. Dedilar, peshonalarini o'pdilar. Alloh sizga rahim qilsin dedilar. Vafot etgach, ridolarini, chakmonlarini yechdilar, aytdilarki: "Meni onamni ustiga yopinglar. Shoyat Allohning rahmati yog'ilsa." Qabr kovlashga Habbob ibn Arad, Hazrati Bilol kabi sahobiylarni jo'natdilar. Chidolmadilar. Ketlaridan o'zlari ham bordilar. Qabr tuprog'ini chiqarishga o'z qo'llari bilan yordam berdilar. Qabr kovlanib bo'lingach, qabrning ichiga kirib yotdilar. Murda kabi yotib, cho'zilib, onalarning haqlariga qabrning ichiga kirib duo qildilar. Allohumma g'fir li ummi Fatima, Parvardigor onam Fatimani mag'firat qilgin deb onalarining haqlariga duo qildilar. Onalarining haqlariga qabrining ichiga kirib duo qildilar. Azizlar, mana shunday hurmat ko'rsatdilar. Chunki bu ona tarbiya qildi, mehr berdi. O'z onalaridan kam bo'lmagan mehri bilan Rasulullohga onalik qilganlar. Sarvari koinot 25 yoshlarida Xadija xonimga uylandilar. Xadija xonim 40 yoshli ayol edilar. Ikkita turmushlari vafot etgan. Ketlarida bitta farzandi bor. Muhammad alayhissalom uylanmagan yosh yigit. Tasavvur qiling, hozir shu kunda sizni bir to'yga taklif qilishdi. Kuyov bola 25 yosh. Kelin kim ekan deb so'rasangiz 40 yosh ekan. Bu 3-chi turmush bilan erga tegayotgan ekan. Bitta farzandi ham bor ekan desa, qanday qabul qilasiz? Xulosa chiqarishga shoshmang. Buni zamirida ulkan hikmat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu onamiz bilan 25 yil turmush qurganlar. Shu onamiz bilan yashab turgan chog'larida boshqa uylanmaganlar. Keyingi hayotlari 13 yil bo'lgan. Oilaviy hayotlari. 25 yil Xadija onamiz bilan, yana 13 yil keyin oilaviy hayotlari, yana 13 yil boshqa onalarimiz bilan yashagan. Lekin bu 25 yil ichida Rasululloh boshqa onalarimizga uylanmaganlar.
Shu onamizdan hamma farzand. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 40 yoshga to'lganlarida payg'ambar bo'ldilar. Uzlatni xohladilar. Makkadan 6 kilometr uzoqlikda Hiro g'ori bor. Tepaga 768 metr tepalikda. Umraga borganlar chiqib ko'rganmisizlar tepalikka? Nur tog'iga. Hozir zinalar qilib qo'yilgan. Ilgari bunaqa sharoit bo'lmagan, qiyinchilik bilan chiqilgan. Rasululloh 40 yoshda chiqqan bo'lsalar, shunda onamiz 55 yoshda bo'ladilar. 55 yoshli ona suv ko'tarib, yegulik ko'tarib 6 oy Rasulullohdan xabar olib turganlar. Shunaqa vafo ko'rsatdilar. Xadicha xonim Rasulullohni payg'ambarliklarini guvohi bo'ldilar. Muhammad alayhissalomga birinchi iymon keltirgan shu onamiz bo'ladi. Bir kuni suhbatlashib tursalar, Xadicha xonim chiqib ketdilar. Keyin Jibril alayhissalom keldilar. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, Alloh meni huzuringizga jo'natdi. Hozir huzuringizga zavjangiz Xadicha xonim kiradi. Xadicha xonimga Alloh salom aytdi. Allohning salomini Xadicha xonimga olib keldim. Mendan ham Xadicha xonimga salom ayting. Va Alloh Xadicha xonim uchun jannatda bir qasr qurganligini xabarini bering." Bir fursat o'tib Xadicha xonim kirdilar. "Senga xushxabar ey Xadicha" dedilar. "Jonim sizga fido bo'lsin ya Rasululloh", labbay dedilar. "Do'stim Jabroil keldi. Senga Alloh salom aytibdi. Allohning salomini senga keltiribdi. Do'stim Jabroil ham senga salom aytdi. Va Alloh senga jannatda bir qasr qurganligini xushxabarni keltirdi." Xadicha onamiz Allohu salam va minhu salam va ala Jibrilis salam deb qaytarib salom aytdilar. Robbimga salom, Jabroilga salom, Robbimning o'zi salom deb salom yo'lladilar. Tasavvur qilyapsizmi azizlar? Alloh Xadicha xonimga salom beryapti. Bu izzatni qarang, bu sharafni qarang. Shuning uchun Makka quyosh bo'lsa, sen oysan ey Madinam. Makka boy bo'lsa, sen undanda boysan Madinam. Makkada Ka'ba bo'lsa, senda Muhammad bor. Makkada Xadicha bo'lsa, senda Oysha bor. Xadicha xonim Makkada, Oysha onamiz Madinada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun hayotlari mobaynida ummatni faqat yaxshilikka chorladilar. Payg'ambarliklarini 10-yilida Shavvol oyida ozorlar kuchayib ketgach, Toifga yordam izlab, madad istab bordilar. Toifda Saqif qabilasining kattalari bilan uchrashdilar, lekin ular Rasulullohga yaxshi hurmat ko'rsatishmadi. Ular majlis tugagandan keyin go'daklar, aqli zaiflarni qo'llariga toshlar berishib, Muhammad alayhissalomni toshbo'ron qilishdi. Sarvari koinotning butun badanlari qonga to'lib ketdi. Oyoq kiyimlari qonga to'lib ketdi. Rasulullohni berkitaman deb Horisa qonga belanib ketdi. Bir uzun bog'ga qochib yashirinishdi. O'sha yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasratlanib duo qildilar. Allohumma ashku ilayka da'fa quwwati va qillata hilati va hawani 'alan nas. Parvardigor, butun badanlari qon bo'lib ketgan. Parvardigor, senga kuchimning ozligidan, quvvatimning zaifligidan shikoyat qilaman. Tadbirimning ozligidan shikoyat qilaman. Odamlarga e'tiborimni yetkiza olmayotganimdan shikoyat qilaman. Ya arhamar rohimin, ey rahimlilarning rahimlisi. Anta robbi, sen meni Robbimsan. Anta robbi ila man takiluni aw ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Parvardigor, sen meni kimga tashlab qo'yding?
bular meni juda xorlab yuborishdi. Meni bir dushmanlarni qo'liga topshirib qo'ydingmi? Agar menga g'azab qilmayotgan bo'lsang, men parvo qilmayman dedilar. Qarang, toshbo'ron qilgan, haqorat qilgan, xorlagan odamlarni tepasidan shikoyat qilmayaptilar. Nima deyaptilar? Quvvatimning zaifligidan, tadbirimning ozligidan shikoyat qilyapman deb o'zlaridan shikoyat qildi. Odam o'zidan shikoyat qilish kerak. Bir noxush ish bo'layaptimi? Men qayerda xatoga yo'l qo'ydim? Nimaga bunday bo'ldi? Odam o'zidan izlash kerak. O'sha bizga bo'lgan noxush holat, uni sababini biz o'zimizdan izlaylik. Nima uchun boshimga shu holat keldi? Nima uchun shu holatga men mubtalo bo'ldim? O'zimizdan izlaylik aslar. O'zimizni isloh qilsak, inshaalloh bu fazilat bo'ladi. Azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday bizni muhabbatimizga sazovor bo'lgan ummat Rasululloh deb ular nafas olgan. O'tgan hamma ulug'larimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbati bilan ularning qalbidan ma'lum bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning Madina tashqarisida bir bog'lari bo'lardi. O'sha bog'da Abdulloh ibn Zayd ismli bir sahobiy xizmat qilardi. O'g'li yugurib keldi, otasiga aytdiki, otajon, Madinada bir xabar tarqaldi, Muhammad alayhissalom vafot etibdilar. Butun xaloyiq Rasulullohning vafot etganligini gapiryapti deganda, Abdulloh ibn Zayd ko'zlarini yumdilar. Aytdilarki, Parvardigor, axir menga bu dunyo Rasululloh bilan ko'rkam ko'rinardi. Rasululloh yashagan dunyo ko'zimga chiroyli ko'rinardi. Rasululloh vafot etgan bo'lsalar, endi meni bu dunyoda ko'zimni quvnatadigan hech narsa qolmabdi. Rasululloh yashamagan dunyoni ko'rgim kelmaydi. Meni ko'zimni ko'r qil dedi. Ko'zlarini ochsalar, ko'zlari ko'rmay qoldi. Ularning muhabbati shunday bo'lgan. Ana o'sha muhabbat ularga darajat bergan. Shuning uchun azizlar, biz Rasulullohni yaxshi ko'rishimiz kerak. Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'rgan yigit oilasini yaxshi ko'radi. Rasulullohni qanchalar ko'p yaxshi ko'rsa, hammadan ko'p ota-onasini yaxshi ko'radi. Elini, xalqini, mo'min musulmonlarni yaxshi ko'radi. Rasulullohga bo'lgan muhabbat bizni insoniy fazilatimizni yuksaltiradi. Alloh Rasulullohni oy yuzlarini jannatlarda ko'rishligimizni barchalarimizga o'zi nasib aylasin. Azizlar, kelgusi jumada inshaalloh qorlarimiz bilan Rasulullohning sha'nlariga Mavlidi sharif o'qiymiz inshaalloh. Duo qilaylik. Parvardigor, duolarimizni qabul et. Xatolarimiz, gunohlarimizni kechir. Yaxshiliklarimizni oshir. Rasulullohga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qil. Sarvari koinotning sunnatlariga ergashib, munosib ummat bo'lib, Parvardigorning huzurida Rasulullohning ketlaridan jannatga kirishligimizni o'zi nasib etsin. Parvardigor, bayting sari kelgan bu jamoani har birlarining qadamlariga ajrlar, savoblar bergin. Nima niyatda duo so'ragan bo'lsalar, so'rovlardan afzalini ber. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.